Toshkent viloyati Zangiota tumani 42-umumta'lim maktabida hayajonli va unutilmas lahzalarga boy so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tdi. Bayramona kayfiyatda hukm surgan ushbu tantanali marosimda maktab jamoasi, o'quvchilar hamda ularning ota-onalari ishtirok etishdi. İlk bor maktabga qabul qilgan aziz o'quvchilarim mana 11 yilda ularni kuzatmoqdamiz. Bu o'quvchilarimni ilk maktabga qabul qilganimizda juda ham jajjigina bo'lishgan, qo'llaridan ushlab, ularni yozishga, o'qishga o'rgatdik. Mana vaqt juda ham tez o'tdi. Bu yil o'quvchilarimiz mana ikkita sinfimiz bitiruvchi sinflar, shulardan 11-A sinf o'quvchilarini 4 yil davomida bilim berib, birinchi ustoz bo'lib bularga ta'lim tarbiya berdim. Men o'quvchilarimga kelajakda ulkan zafarlar tilayman. Yaxshi o'qishlarga kirishsin, yuzlarimizni yorug' qilishsin. Chunki bu sinfda juda ham kuchli, juda ham bilimli, bilimga chanqoq o'quvchilar juda ham ko'p. Bayramona bezatilgan maktab sahnasi, o'quvchilar ijrosidagi she'r va qo'shiqlar, ustozlarga bildirilgan minnatdorlik so'zlari tadbirga o'zgacha ruh bag'ishladi. Bitiruvchilar o'zlari ta'lim olgan maktab bilan xayrlashar ekan, ko'zlarida quvonch, qalblarida hayajon jo'shurdi. So'nggi qo'ng'iroq oxirgi o'qish kunimizni, hammamizni o'zimizni yo'limiz, tanlagan kasbimiz, yangi hayotga qadam qo'yamiz. Orzularimiz katta, xudo xolasa hammasiga yetishamiz. Yaxshi kasb egasi bo'lib, foydasi tegadigan komil insonlar bo'lamiz. Hamma sinfdoshlarimga yaxshi tilaklar aytaman, o'qishlarga grantlarga kirishsin iloyim. 11 yil davomida bizga yordam bergan birinchi ustozim, hozirgi kuratorim, hamma ustozlarga rahmat aytaman. Qo'llab-quvvatlaganligi, bergan ta'limlari uchun. Bundan keyin ham ularning mehnatligini oqlab, yaxshi natijalarga erishamiz. Ustozlarning uzoq yillik mehnati, o'quvchilarning izlanishlari bugun o'z samarasini berdi. Maktabni a'lo baholar bilan yakunlagan bitiruvchilarga tantanali ravishda diplomlar topshirildi. Ularning yutuqlari, intilishi va orzulari alohida e'tirof etilib, ezgu tilaklar bildirildi. 2024-2025 o'quv yili maktabimiz o'quvchilari uchun eng yutuqli yillardan biri bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu yilda o'quvchilarimiz juda ko'pchiligi matematika, fizika fanlaridan, ingliz tili fanlaridan sertifikatlar olishdi va hozirgi kunda O'zbekistonning eng nufuzli oliy ta'lim o'quv yurtlariga o'qishlarga qabul qilindi. Bu o'quvchilarning yutuqlari albatta maktabimizdagi eng tajribali o'qituvchilarimizning mehnatlarining mahsuli deb o'ylayman. So'nggi qo'ng'iroq tadbiri maktab hayotidagi muhim va unutilmas voqea bo'lib, nafaqat bitiruvchilar, balki butun maktab jamoasi uchun ham yodda qoladigan bayramga aylandi. Ushbu marosim yosh avlodning bilim, mehnat va orzulariga bo'lgan hurmat va minnatdorchilikni yanada mustahkamladi. Kelajak sari ishonch va umidlarni yanada oshirdi.